Bu haqiqiy daryoni mana shu erkatoy balig'i desa ham bo'ladi, chixon balig'i bu. Ikki xil vkusda bor. Vyalenniy bilan sizlar uchun olib kelganmiz, kopchonnisi. Ko'ryapsizlar, kopchennisini qanaqa zo'rligini. Bundan tashqari sizlar uchun sizlar xohlayotgan maza qilib yeydigan mana bunaqa vyalenniy ikra balig'imiz, lesh balig'imiz ham kelgan. Ikrasini qaranglar mana. Tayyor chiqqan ikralari mana ikrasi. Hammasi leshimiz, katta-kattasi kelgan. Mana ko'ryapsizlar, haqiqiy rossiyskiy, dikий, baykalskiy leshlarimiz kelgan. Maza qilib yeydigan joyi. Endi ichida to'lli kiralari bilan chiqadi. Shunda olasiz, ishoninglar, shunaqa zo'r chiqadi mazasi. Maza qilib yeyorasiz. Ham kirasiga nima deyapsiz, kirasi. Okay, kirani shunday yeysiz. Koni foyda, ishoning. Mana sal sho'rtang bo'ladi. Kallasini olib tashlaymiz mana. Ketdi, kallasini olamiz. Yog'ini qaranglar, oqishini buni. Mana buni qaranglar, yog'ini. Sochni yog'adi. Bismillah. Voy. Tuzlar shunaqa joyida bo'pti. Как dumbaga o'xshaydi deydi-ku. Shunday yesangiz eriydi og'zingizda. Chixon balig'ini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Beshakan, Eka bozor 36-do'kon. Shularning hammasi sizlar uchun. Kelaverasizlar.